Tushda upa ko'rishning ta'birlari. Kirmoniy aytadiki, tushdagi upa g'am va o'ydir. Ba'zi bir ta'birchilarning aytishlaricha, upa so'zlashuvga dalildir. Agar upasi borligini yoki birov berganini ko'rsa, biror kishi bilan so'zlashuvga ishoradir. Agar upasi borligini va yuziga upa surtmoqchi bo'lganini ko'rsa, g'am va o'yga to'lishiga ishoradir. Tush ta'biri bashorat emas, barcha narsani bilguvchi yagona zot Allohdir. Ko'rgan tushlaringiz ta'birini bilmoqchimisiz? Unda kanalimizga obuna bo'ling.